Şarkı Türkistanlıklar Federasyası Vekili Mahmut Damurlan'la söz konuştuksak merhamet. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Elhamdülillah, salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve mevvala ma ba'd. Aziz kırındaşlar, vatanımızın ki her ruti, her mahallesi birbirinden kıymetlik. Hem de şundak boğan takdirde mi, Xitayga nispeten bazı rutlar alahide dikkat kılışık tegişlik bulup gelgen tarihten bu yan. Yeken, yani Yarkent xandanlığı 200 yıldan artık Şarkı Türkistan'a paytaxt boğan bir rut. Şu sebepten Yarkent diyarını Xitay mustemlik kılgan tarihten künden başlap alahide dikkat bilen tutup o yerden çıkan meyli dini sahada yetişkenler olsun, meyli penni sahada yetişkenler olsun, meyli iqtisat ilgileri olsun, bularına ait katlık bastırıp gelgen. Bu bastırış davamlaşıp, zulüm davamlık işip geldi ki hiçbir vakit zulüm yengillemedi. Hem de bu vatanımızın her kaysı caylarda Xitayning zulümleri uçurap, nurgulluğun şehitlik makamıga erişken ve nurgulluğun tölengen bedeller boğan bolsa her bir orundaki bu katliamdan irqi qirg'inchilikdan bir ders çıkarıldı. Menimcha yaken irqi qirg'inchilikdan çıkarıladigan o'xshamaydigan bir ders var. Birincisi yakenninki ilişku yizisi. Bu yizininki nayeti stratejilik tarihi cihetten pek mühim şahslar çıkan bir nece jutqa tutaşkan bir orun. Bu orundan 3 kent, yani 3 kent Xitay tili bilen epitqa vaqtida 3 stadionun adamlarini Xitay akşam saatlerinde korşap hiçbir adamni teşiği çıkarmay bir bütün köydürüp tügütüvetken. Şununla bu ahvalını manda mançı yıl turmu deyitip biz şununla battık ya manda boğan depreleydiğen bir mi şahs yok kırındaşlar. Bu nait içinişlik bir ahval. Muşu eliş koyunun ki muşu katliamının okşumaydiğen bir yeri mana muşunun ibaret. Hem de bir yer onda koyga vaxtıda muşu biz davatkan bu jarayanlar nima dese muşu kısmen tahmin yoki qo'shni kentlardagilar bu kentda manchilik odam bor edi. Mandaq ishlar bo'ldi deb aşağıda aeroplanlarning uchayotganligi, saqchilarning, askarlarning ait ko'p shaklda bu yer atrofni qo'rg'anligini ko'rgan, ammo ichida nima bo'lganligini buni bilmagan. Endi egallangan ma'lumotlarga qarag'an vaqtida qo'shni kentlardagilarningki hozir ko'pdir ko'rgan bilganlari muşu namazşam vaqtidan başlap taki subhi urgan kadar aeroplan bilen ig'ir darajadagi o'q qoral yaraq havodan hujum uçurgan bu qarindoshlar. Shunga bir bütün köydürgüçi qorallar bilen köydürüp etken deyiladi. Bu bir mesele. İkinci bir mesele bu yaken irqi qirg'inchiligidan oladigan yana bir dersimiz. Endi muşununga o'xshash Xitoy 1949 yılı resmi işgal kılıp vatanımızga qilmagan zulmü qanmay eskilikni zulmni en yuqur pelliga chiqarib qo'rqitib bir qo'rquv imperatorluq qurib mushundaq kishilarning qalbini mujib bo'ldik hamda deb qaragan bo'lsa-mu, ya'ni bizning bu botur qahramon xalqimiz qanday qildi? Qo'rqmadi. Yani qo'rqmay turayotganligini qaytadan bir ifodaladi. Bu qo'lida qurol va insonlarga nisbatan qalti bilan, kaki bilan, uvoq bilan to'qmoqli qarshi tug'ilmaydiganligini ular albatta biladi. Ammo bularning irodasi, ya'ni biz de qo'rqmadik, biz hayot biz bor deganni ifodaladi. Endi bu şu 3 kentning insonlarini mayli er, mayli ayol, mayli cho'ng kichik bir bütün o't qurollar bilan ko'ydirib tugitibdi. Bunun içindeki adamlar teşhir çıkanmadı. Teşhidikiler işe kirenmedi.
o jutni bir bütün bir mezgil uzun mezgilgachilik etrafını korşap tuğanlıqını başka jutun adamları şu şekilde dep keldi. Hatta ki şu mezgillerde şu diyardan kelgen bazı qarindaşlarımız şu juttikilerge özünün qarzi bağlıqını, qarzni berdigan ularning uruqtuqan hech qandaq bir narsani tapamaganligini, özünün jinini aran elip keçip chiqqanligini, şu qarzni qandaq qilsam kimga versem bo'ladi deb fatvo so'ralgan masala var. Mana bu bizning vatanimizning hamma joylarida bo'layotgan bir masala. Endi bu yerda Xitoy bu 2014-yılı 7. ay içinde bo'lgan bu jarayondan Xitoy qattiq cho'chib, mushu kamp, ya'ni tutib tarbiyalash, nazi kamp degan mushu kampni tarbiyalash planini avval mushu yakanda ijro qilgan ekan. Yani 2014-yılı 7. aydaki muş vakaydı yakende icra qilib 1 yıl sınaq qilib bo'lgandan keyin ondan yana ma'lum bir jutlardı bunu sınaq qilib ondan keyin umumiy Sharq Turkistonning har bir diyorlariga bunu yaygan. Bu Xitoy nima uchun bu shaklda bunda qildi desa, demakki biz bularni manchi yil ishg'ol qildik. Manchilik qo'qatdik, manchilik insonlarni o'ldirdik, yana bo'lib qo'qmabdi. Unda bo'lganda bularga ikkinchi bir plan lozim ekan deb bular shuni tadqiq qilib, bir butun tarbiyalashga, ya'ni zulmning eng yuqori pallasini qilishga buningga Xitoy shu vaqtida ayrim bir tuzum chiqarib, shu shaklda qilgan. Endi demak, Xitoy davomli mushundaq ilgarilab zulm qilib turyapti. Bu zulmning hozirmi to'xtab qolgani yo'q, ammo biz g'aflatda. Muhtaram jamoat, Qur'oni Karim shundaq xitob qiladi: "Estaizubillah, innalloha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah bir millatni zo'rlab, o'zgartib, ularning holini o'ngshab qo'ymaydi. Qachonki u millat nafslarida bor bo'lgan narsani o'zi o'zgartmaganga qadar, nafslarida bor bo'lgan narsani o'zi o'zgartmaganga qadar, o'zini o'zi to'g'rilamaganga qadar Allah bu milletni o'ngshab qo'ymaydi. Mana bu Qur'oni Karimning buyrug'i. Rabbimiz hammamizning o'zimizning nafsimizda bo'lgan narsani o'zimiz to'nib yetib, isloh qilishga bizni muyassar qilsin, nasib qilsin. Shundaqla shu yakan ilishqo qirg'inchiligida shahid bo'lgan, yo'qolib ketgan, namozi o'qilmagan, unutilgan şu qarindoshlarımızga alohida chin qalbimizdan Allohdan rahmat, mag'firat tilaymiz. Shahodatini qabul qilishni Janob Rabbimiz Jalla va Aladan umid qilamiz, tilaymiz. Ve şundaqlı Sharq Turkiston tuproqlarini qo'g'dash, şu zaminlarda Allohning kelimesini âli qilish yo'lida shahid bo'lgan barliq shahidlarga Rabbimiz alohida mukofot berishini ve ularning shahodatini qabul qilishini Rabbimiz Jalla va Aladan tilaymiz. Ve şundaqlı bizlarni shularning izida mustahkam turib, yani şehit bo'lishdan bekroq her birimiz minglarcha zolimni qatl qilib bo'lib, endan keyin shahid bo'lish fursatini Rabbimiz Jalla va Alaning bizlarga ato qilishini ham Rabbimiz Jalla va Aladan tilaymiz. Ko'pchilik rahmat.